Kichkinaligimda chekka qishloqdagi buvimning uyiga tez-tez borardim. Bu yerda kichik bir kulba bor va deyarli 50 yildan beri hech kim yashamasa kerak. Buvim nega bu kulbani buzib tashlamaydi va o'rniga yangisini qurmaydi deb o'ylardim. Keyinchalik esa bu yer haqida dahshatli bir hikoyani eshitib qoldim. Avvallari bu uyda bir oila yashagan ekan. Birinchi jahon urushi vaqtida u erini va butun oilasini yo'qotgan va shundan beri kampir yolg'iz yashaydi. Odamlar esa bu kampirni jodugar deb o'ylaydi. Mening buvim esa bu hikoyaga hali ham ishonadi. Jodugar kampir uyidan kamdan kam chiqardi va hovlini aylanib yurardi. Odamlarning aytishicha, u kechasi cho'chqaga aylanib, butun qishloq u haqida qanday gapirayotganini eshitib yurarkan. Bunday hikoyalardan so'ng odamlar uning uyidan uzoqlashib ketdi. Kampir esa yolg'iz holda xaroba uyda yashay boshladi. Bir kuni bu yerdagi bolalardan biri do'stlarini o'sha uyga kirishga taklif qildi. U bilan hech kim bormagach, kechasi o'zi yolg'iz borishga qaror qildi. Bolakay uyga yetib kelgan payti hovlida bir cho'chqadan boshqa hech narsa yo'q edi. O'sha kechada bola izsiz yo'qoldi. Qishloq aholisi esa uni jodugar o'ldirgan deb o'ylardi. Jodugar go'yoki bolaning tanasi bilan cho'chqani oziqlantirgan degan gaplar tarqaldi. Bu yerdagi ko'plab odamlar unga kampir aybdor ekaniga ishonadi. U kechasi rostdan ham cho'chqaga aylanardi va odamlar orasida o'zi haqidagi mish-mishlarni eshitib yurardi.